Hammaga assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan bolalar bugungi videomizda sizlar bilan bugun yana men rektor boy. Bolalar bugungi videomizda biz sizlar bilan nima qilamiz? Bolalar biz bugungi videomizda sizlar bilan chat yozishni o'rganamiz. Ya'ni Minecraft o'zining chati bo'ladi. Shu chatidan kanal qilib chat yozib narsalar olish, chat yozishni o'rganamiz. Bolalar videomizni boshlamasimizdan oldin bitta like bosib, obuna bo'lib qo'ng'iroqni yoqib qo'yinglar. Bolalar, unda qani biz videomizni boshlaymiz. Bolalar, birinchi bo'lib play bosamiz. Create world. Endi men bu yerdan survival creative qilamiz. Survival qo'yamiz. Men buni operatorga qo'yib, mana bu yerga hozirroq kutib turamiz bolalar. Hozir mana do'stlar, chatimizni yozishimizdan oldin birinchilik yerni qanday qilib tez tozalash o'rgataman. Mana shu oldim. Endi mana bu yerdagi mana bu chatga kiramiz. Endi bu yerga mana bu qiyshiq chiziq fil deb yozamiz. Fil va mana bundan 30 yana ikkita 30 yana mana shundan ikkita qo'yamiz. 30 bu yerga a r deb yozamiz. Bo'ldi do'stlar, mana endi hozirroq kutib turamiz. Va do'stlar, mana yer yo'q bo'ldi. Mana ko'rib turganingizdek yer yo'q bo'ldi. Bizning birinchi chatimiz edi. Endi bu yerga sizlarga qanaqa tez turlicha ish ko'rsataman. Mana bu yana chatga kiramiz. Chatga yana qiyshiq chiziq fil yana shundan 30 kutup diamond chiziqcha blok deb yozamiz. Bolalar survival 3 ko'rsatib ketaman. Chatga kiramiz va mana bu yerga qiyshiq chiziq abli motorga ketaman. Yo do'stlar, hozir bu chatni esimdan chiqarib qo'ydim. Bu chat haqida keyingi videoda olamiz. Hozir sizlarga nariyog'ini mana bolalar 130 diamond blok tayyor. Endi bolalar, bunga ham chatda qanaqa qilib bu yerga ham yozishni ko'rsataman. Endi biz survivalga o'tib olamiz. Survivalga o'tib oldik. Endi yana chatga kiramiz. Bu yerga
Mana buni yozamiz. Ch P Masalan, bizga hozir nima kerak? Bizga omad qilish kerak. Word mana endi mana buni bosamiz. Mana bosdik va do'stlar mana bizga diamond qilich berdi. Endi buni buna qilib boshqacha narsalar ham olsanglar bo'ladi. Men sizlarga qanaqa qilib kaman buloq olishni ham ko'rsataman. Bolalar buni 90% odam biladi, kaman buloq olishni 10% bilmasligi mumkin. Bunga ham DV küçükçe P command block deb yozamiz. Bunu bosamiz. Aslında men bizga command block berdi. Bu command block qo'yiladi. Kreativga o'tib, hozir sizlarga qo'yib ko'rsataman. Bunlarni yozishing mumkin. Har xil narsa qilishing mumkin. Bolalar, endi biz nima qilamiz? Bolalar, hozir men sizlarga qanaqa qilib bolalar men shu narsalarni qayerdan bilganimni aytaman. Bolalar, men bu narsalarni o'zimning shaxsiy Telegram kanalimga tashlab turadigan fayllarni qilganman. Bolalar, videomiz nihoyasiga yetib qoldi. Bugungi video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosinglar. Bolalar, unda hammaga xayr deb qolaman bolalar. Hammaga xayr bolalar.